Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Murodjon Mahmudxonov kanali. Biza bugungi videomizda o'sha hamma so'ragan Counter Strike 2 o'yiniga skin changer o'rnatishni o'rganamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan programmalardan bu Explorer bo'ladi. Va buni yuklashni videosini bundan oldingi videolarimizda ko'rsatib o'tganmiz. Birinchi o'rinda uni ishga tushirib olamiz. Ishga tushgandan keyin bizga buni ichidan kerak bo'ladigan skin changer uchun kerak bo'ladigani bu Enigma Legit bo'ladi. Enigma Legit va 1.1. Shuni запустить qilamiz va bu bizga o'sha bu cheatni yoqqan holda Counter Strike 2 o'yinimizni ishga tushirib beradi. Yana eslatma. Kanalimizga obuna bo'lmay ko'rayotganlar soni o'ta kam ekan. Obuna bo'lish ham esingizdan chiqmasin. Mana Counter Strike 2 o'yinimiz ham ishga tushdi. Hozir chetimiz bizga ishga tushgani haqida ma'lumot beradi. O'zi Explorer. O'shani kutamiz ozgina. Agar kanalimizga obunachilar 50 ta bo'lsa, shunday qilib Prime status yoqishni ham o'rgataman. 50 ta obunachi yoki shu videoga 500 ta like. Ikkisidan biri tayyor bo'lsa, men shunday qilib Prime status olishni o'rgataman. Hammaga rahmat, obuna bo'lishni ham, like bosishni ham unutmang. Mana ishga tushdi dedi. Counter Strike 2 ga kirsak, bizda shunday o'yin ochilgan bo'ladi. Bu yerdan biz skins bo'limiga o'tgan holda boshqalarni tavsiya qilmayman, chunki akkauntingizga ban kelishi mumkin. Skins bo'limiga o'tib, o'zimizga kerakli skinlarni tanlab olamiz. Masalan, pichoqlardan babichkani tanlaymiz mana. Buni tanlab bo'lgandan keyin bu yerda apply'ni bossak bo'ldi, bizga qo'shiladi o'zi u. Mana qo'limizda turibdi. Bu yerdan masalan perchatka olamiz. Qurollarni tanlaymiz. Har xil yaxshi qurollar bor. Yaxshi emas, hamma qurollar bor bu yerda. Tanlaymiz. Masalan, AWP'ga kiramiz. Bu yerda mana Dragon Moran bor. Shu o'zingizga keraklilarni tanlagan holda hammasini tanlab olib, klaviaturangizni chekkasida insert tugmasi bor. O'shani bitta bossangiz, o'sha bu yo'qoladi va sizga u narsa saqlanib bo'ladi. Mana inventaringizga ham qo'shiladi. Eslatma, bu faqat sizga ko'rinadi. O'yinning ichida ham faqat sizga ko'rinadi. Shu mashina turganda sheriylaringiz yoningizda tursa, ularga ham ko'rinadi, ammo o'yinning ichiga kirganda faqat sizga ko'rinadi, ularga ko'rinmaydi. O'yinning ichiga kirib tekshirib ko'ramiz. Bu bez ban sizga ban kelmaydi bundan o'yinning ichida o'ynasangiz ham. Oddiy yashaydi do'stlaringiz bilan yig'ilib turganingizda ularga ham ko'rinadi, ammo o'yinning ichiga kirganda ularga ko'rinmaydi. Mana pichoq, mana perchatkamiz. Bu faqat bizga ko'rinadi. Glockga hech nima qo'ymaganmiz. Mana AWP'miz, qo'ygan AWP. Mana kalashimiz qo'ygan. Bu faqat bizga ko'rinadi, boshqalarga ko'rinmaydi. Do'stlaringiz bilan turganingizda 5 ga yig'ilib turiladi-ku haligi joy. O'sha yerda turganingizda do'stlaringizga ham ko'rinadi, ammo o'yinning ichiga kirganda ko'rinmaydi. Shuning uchun bu bez ban skin changer bo'ladi. O'yinning ichida ham ko'rinadiganlari sразу o'yinning ichiga kirishingizga sizga ban berishi mumkin. Aniqrog'i 100% ban beradi. Videoni shu yerga kuzatganlarga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.